Dostum, siz erişmekçi bo'lgan muhabbat, sizning muhabbatni his qilish iqtidoringizga bog'liq. Kursant yoki o'qirmanlar doim mendan men rostdan yaxshi ko'ramdigan degan savolni eng ko'p so'raydi. Men ko'pchilikka bir maqsadni aytib beray. Mayli siz suyuling yoki suyulmang, amaliyotni tanlash huquqi izchil sizning qo'lingizda. Siz qancha iqtidorli bo'lsangiz, muhabbatni his qilish iqtidoringiz shuncha kuchli bo'ladi. Aksincha, energiyangiz qancha tuvan bo'lsa, atrofingizdagi kishilarning hammasi sizga ko'ngil bo'lgan, yordam qilgan taqdirda siz balkim yanada muhabbatni his qila boshlashingiz mumkin. Masalaning qiziqarli yeri dal mana shu yerda. Biz bu xil ahvolda turayotganda bir tarafdan doim yonimizda bizni chirglab yurgan muhabbatni o'zimizga qo'shamiz. Yana bir tarafdan hamma yerda boshqalardan muhabbat talab qilamiz. Hatto atrofimizdagi kishilarning o'zimizga ko'ngil bo'lmaydiganligidan, o'zimizni sevmaydiganligidan afsuslanamiz. Nurg'un yillar ilg'orki bir ish esimda, ayni chog'da shirkatimizning qurilganiga 1 yil bo'ldi. Hatto ishchi xizmatchilar va xo'jayinni qo'shganda faqat bir necha odam bor edi. Har bir odam qo'shimchalar kelgan. Qurug'uvchi bo'lish kutim bilan sirtida emas edi. Har kuni doim aldirash bo'lg'achqa, esimimni nihoyatda ig'ir edi. Bir qatam sherikim ikkimiz yig'in ichayotganda to'xtamay yutilib ketdim. U nihoyatda jiddiylikni ko'ngil bo'lgan holda orom edishimni, salomatlikka diqqat qilishimni eslatdi. Esimda nihoyatda aniq turibdi. Ayni vaqtda uning menga ko'ngil bo'lganligini qancha his qilmagan edim. Men ayni chog'da shirkatning asosli direktori bo'lg'achqa, agar og'rib qolsam, shirkatning natijasi va tijoratiga zo'r ta'sir ko'rsataman. Uning menga ko'ngil bo'lgani, shirkatning mahsulotiga ko'ngil bo'lgani deb qargan edim. Biroq nurg'un yillardan keyin men o'sib yetilib, qalbim barg'azir kuchaydi. O'zlik tuyg'um barg'azir kuchaydi. Bu chog'dagi men atrofimdagi kishilar bilan bo'lgan munosabat to'g'risidagi tonishim o'tmishdagi men bilan butunlay o'xshamaydi. Men hamisha atrofimdagi kishilarning menga bo'lgan muhabbatini his qilardim. Odamlarga emas, hayvonot, o'simlik, hatto butun dunyodan ularning menga bo'lgan muhabbatini his qilardim. Kichikina ishlardan cho'qur muhabbatni his qilardim. Bunga ergishib, to'lib toshgan minnatdorlik va baxt tuyg'usi uchraydi. Masalan, Atom shirkati yig'in ichida bo'lgandan keyin ko'pchilikning hammasi yig'in zaliga chiqib ketdi. Men yana o'z o'rnimda qo'limdagi ishlarni bir taraf qilyapman. Birdamdan keyin sherikim ishni echib kirib keldi. U menga xo'sh edi, hamma yerni qoplab turgan bir ustadan qilib berdi.